Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun men sizlarga 2026 yilda pensionerlar uchun juda muhim bo'lgan masalani tushuntirib beraman. Qaysi xizmatlar uchun endi to'lov qilinmaydi? Kimlar bu imtiyozdan foydalana oladi? Kimlar esa adashib keyin muammoga tushib qolishi mumkin? Bu ma'lumot har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-onamiz, bu bobolarimiz yoki pensiya yoshiga yaqinlashayotgan yaqinlarimiz bor. Eng muhimi, ko'pchilik pensionerlar o'ziga tegishli imtiyozni bilmagani uchun ortiqcha pul to'lab yuradi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ma'lumot pulingizni, vaqtingizni va asabingizni tejaydi. Avval qanday edi? Oldin pensioner biror davlat xizmatiga, tibbiy muassasaga, transport idorasiga, notarial yoki kommunal tashkilotga borsa ko'pincha to'lov qiling, kvitansiya olib keling, bank orqali o'tkazing degan talabga duch kelardi. Pensionerning imtiyozi bor yoki yo'qligini tekshirish esa ko'p hollarda uning o'z zimmasida edi. Ya'ni odam guvohnoma olib yurishi, ariza yozishi, navbat kutishi, ba'zan esa xodimga qonunni tushuntirishi kerak bo'lardi. 2026 yilda asosiy o'zgarish shundan iboratki, pensionerlar uchun bir qator ijtimoiy ahamiyatga ega xizmatlarda to'lovdan ozod etish tartibi aniqroq qo'llanadi. Ayrim joylarda esa ma'lumotlar elektron bazalar orqali tekshiriladi. Ya'ni pensionerning maqomi pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari tizimi yoki boshqa idoralar bazasida ko'rinsa, undan ortiqcha to'lov talab qilinmasligi kerak. Lekin men boshidan ochiq aytaman, pensioner degan maqom barcha xizmatlar mutlaq bepul degani emas. Ayrim imtiyozlar hamma yoshga doir pensionerlarga tegishli bo'ladi. Ayrimlari faqat yolg'iz yashovchi keksalarga, nogironligi bo'lgan pensionerlarga, urush va mehnat faxriylariga, boquvchisini yo'qotganlarga yoki kam ta'minlangan oiladagi pensionerlarga beriladi. Shuning uchun bugun men sizga oddiy tilda ajratib beraman. Qayerda to'lamaslik mumkin? Qayerda ehtiyot bo'lish kerak? Qaysi hujjatlarni yo'ningizda olib yurish kerak va agar sizdan noqonuniy pul so'rashsa nima qilish kerak? Asosiy qism qaysi xizmatlar bo'yicha to'lovdan ozod etish eng ko'p uchraydi. Birinchi yo'nalish davlat xizmatlari markazlari va elektron ma'lumotnomalar. Pensionerlar ko'p hollarda pensiya miqdori, pensiya tayinlangani, nafaqa olayotgani, ijtimoiy himoyaga muhtojligi yoki turli ma'lumotnomalarni olish uchun davlat xizmatlari markazlariga murojaat qiladi. 2026 yilda bunday xizmatlarda pensioner maqomini tasdiqlovchi ma'lumotlar bazadan ko'rinadigan bo'lsa, ayrim ijtimoiy maqsaddagi ma'lumotnomalar uchun to'lov undirilmasligi yoki chegirma qo'llanishi mumkin. Masalan, 6 yoshli otaxon bank kreditini qayta rasmiylashtirish uchun pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma so'rasa, bu ma'lumot elektron shaklda olinadigan bo'lsa, undan ortiqcha xizmat haqi talab qilinmasligi kerak. Yoki 72 yoshli onaxon ijtimoiy yordam olish uchun pensiya oluvchi ekanini tasdiqlovchi hujjat kerak bo'lsa, bu ma'lumotni idoralararo almashuv orqali olish mumkin bo'lsa, uni pullik qog'oz ortidan yuritish to'g'ri emas. Ikkinchi yo'nalish tibbiy ijtimoiy xizmatlar. Pensionerlar eng ko'p murojaat qiladigan soha bu tibbiyot. Bu yerda juda muhim farq bor. Oddiy pullik klinika xizmatlar bilan davlat tomonidan kafolatlangan bepul tibbiy yordam bir narsa emas. Tez tibbiy yordam, birlamchi poliklinika ko'rigi, ayrim profilaktik ko'riklar, dispanser nazorati, ijtimoiy ahamiyatga ega kasalliklar bo'yicha ko'rsatiladigan yordamlar pensionerlar uchun to'lovsiz bo'lishi mumkin. Masalan, 7000 yoshli pensioner qon bosimi, yurak kasalligi yoki diabet bo'yicha oilaviy poliklinikada nazoratda tursa, shifokor ko'rigi uchun kassaga pul to'lash talab qilinmasligi kerak. Boshqa misol, 66 yoshli ayol pensioner belgilangan reja asosida skrining tekshiruviga chaqirilsa, bu davlat dasturi doirasidagi tekshiruv bo'lsa, undan analiz uchun alohida to'lang deyishdan oldin xizmat qaysi ro'yxatga kirishini aniqlash shart. Lekin bu yerda xatoga yo'l qo'ymaslik kerak. Agar pensioner davlat shifoxonasida emas, xususiy klinikada o'z xohishi bilan kompyuter tomografiya, ultratovush yoki boshqa pullik xizmatdan foydalansa, pensionerlik guvohnomasi avtomatik bepul xizmat bermaydi. Bepul bo'lishi uchun xizmat davlat kafolati doirasida, yo'llanma asosida yoki alohida imtiyozli toifa bo'yicha ko'rsatilishi kerak. Uchinchi yo'nalish yolg'iz keksalarga uyda ijtimoiy xizmat ko'rsatish. Bu juda muhim masala. Ko'p pensionerlar men pensionerman, demak uyimga ijtimoiy xodim bepul kelishi kerak deb o'ylaydi.
Aslında bunday xizmat odatda yolg'iz yashaydigan, doimiy parvarishga muhtoj yaqin qarindoshlari yordam bera olmaydigan keksalar uchun mo'ljallangan. Masalan, 78 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Farzandlari chet elda yurishi qiyin, dorixonaga, bozorga, poliklinikaga o'z bora olmaydi. Bunday holatda mahalla ijtimoiy xizmat organlari va tibbiy xulosa asosida unga uyda ijtimoiy yordam bepul ko'rsatilishi mumkin. Ijtimoiy xodim oziq-ovqat olib kelish, dori-darmon olishga yordam berish. Kommunal to'lov kvitantsiyalarini rasmiylashtirishda ko'maklashish, shifokor qabuliga yozish kabi amaliy ishlarni bajaradi. Agar esa pensionerning uyida ishlaydigan farzandi, nabiralari bo'lsa, o'zi mustaqil harakatlana olsa, faqat qulay bo'lsin degani uchun bu xizmatni bepul talab qilish qiyin bo'ladi. Bu yerda asosiy mezon yosh emas, ehtiyoj darajasi va yolg'izlik holatidir. 4-yo'nalish. Jamoat transporti bo'yicha imtiyozlar. Ko'p hududlarda pensionerlarga transportda chegirma yoki bepul yurish bo'yicha alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Lekin men buni alohida ta'kidlayman. Transport imtiyozlari mamlakat bo'yicha hamma joyda bir xil ishlamasligi mumkin. Ayrim imtiyozlar mahalliy qarorlar, maxsus toifalar yoki elektron transport kartasi orqali beriladi. Masalan, Toshkent shahrida bir tartib bo'lishi, viloyat markazida boshqacha tartib bo'lishi mumkin. 65 yoshli otaxon avtobusga chiqib, men pensionerman desa, haydovchi og'zaki gap asosida uni bepul olib yurishi shart bo'lmasligi mumkin. Agar bepul yurish elektron karta yoki maxsus guvohnoma bilan tasdiqlansa, hujjatni rasmiylashtirish kerak. Real vaziyatni olaylik. Pensioner har kuni poliklinikaga qatnaydi. Bir oyda 2 marta avtobusga chiqsa, har safar 2000 yen so'mdan to'lasa, bu oyga yetarmagan so'm bo'ladi. Agar hududida pensionerlar uchun bepul yoki imtiyozli transport kartasi mavjud bo'lsa, yiliga 400 ming so'mgacha mablag' tejashi mumkin. Bu ko'pchilik uchun kichik pul emas, ayniqsa dori-darmon xarajatlari bor oilalarda. 5-yo'nalish yuridik maslahat va ayrim notarial harakatlar. Pensionerlar ko'pincha meros, uy-joy, vasiyatnoma, aliment, pensiya qayta hisob kitobi yoki mulk hujjatlari bo'yicha maslahatga muhtoj bo'ladi. Davlat tomonidan ko'rsatiladigan bepul yuridik yordam tizimida ayrim pensionerlar, ayniqsa kam ta'minlangan, nogironligi bo'lgan yoki ijtimoiy himoyaga muhtoj shaxslar bepul maslahat olishi mumkin. Masalan, 74 yoshli pensionerning pensiyasi noto'g'ri hisoblangan, u qayerga shikoyat qilishni bilmaydi. Bunday holatda u pullik advokatga borishdan oldin bepul yuridik maslahat olish imkoniyatini tekshirish kerak. Yana bir misol. Yolg'iz onaxon uyini firibgarlardan himoya qilish uchun vasiyatnoma yoki ishonchnoma masalasida maslahat olmoqchi. Unga eng avval bepul maslahat punktlari mahalla huquqshunosi, davlat yuridik xizmatlari yoki ijtimoiy himoya organlari orqali yo'l ko'rsatish mumkin. 6-yo'nalish kommunal to'lovlar bilan bog'liq xizmatlar emas, balki subsidiyalar va kompensatsiyalar. Bu juda nozik joy. Ko'pchilik pensionerlar kommunal xizmat uchun to'lamaydi deb noto'g'ri tushunadi. Aslida elektr, gaz, suv, isitish va chiqindi uchun umumiy qoida bo'yicha to'lov saqlanib qoladi. Lekin kam ta'minlangan, yolg'iz yoki alohida toifadagi pensionerlar kommunal xarajatlarni qoplash bo'yicha subsidiya, kompensatsiya yoki mahalliy yordam olishlari mumkin. Ya'ni xizmatning o'zi bepul bo'lmasligi mumkin. Lekin uning bir qismi davlat yoki mahalla orqali qoplanadi. Masalan, 39 yoshli pensioner oyiga 1200 ming so'm pensiya oladi. Qishda gaz, elektr, suv va chiqindi uchun jami 37 ming so'm to'laydi. Agar u yolg'iz yashasa, boshqa daromadi bo'lmasa va ijtimoiy mezonlarga mos kelsa, mahalla orqali yordam so'rashi mumkin. Natijada to'lovning bir qismi qoplab berilishi yoki bir martalik moddiy yordam ajratilishi mumkin. Lekin u shunchaki kassaga borib, men pensionerman to'lamayman desa, qarzdorlik yozilib borishi mumkin. Qarzdorlik esa keyin penya, ogohlantirish, hatto xizmat cheklanishi kabi muammolarga olib keladi. Birinchi nuans. Pensionerlik guvohnomasi har doim yetarli emas. Ba'zi xizmatlar uchun faqat pensiya yoshga yetganlik emas, aynan ijtimoiy ehtiyoj, nogironlik guruhi, yolg'iz yashash holati, daromad miqdori yoki maxsus ro'yxatda turish talab qilinadi. Shuning uchun xodim sizdan qo'shimcha hujjat so'rasa, darrov huquqimni buzishyapti deb o'ylamang. Avval qaysi asos bilan so'rayotganini yozma yoki aniq tushuntirishini talab qiling. Ikkinchi nuans, imtiyoz avtomatik bo'lmasa aza berish kerak. Ba'zi pensionerlar
agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari berishadi deb kutadi. Amaliyotda esa ko'p imtiyozlar ariza asosida ishlaydi. Masalan, uyda ijtimoiy xizmat, kommunal kompensatsiya, transport kartasi, bepul yuridik yordam yoki dori darmon bo'yicha imtiyoz uchun alohida murojaat talab qilinishi mumkin. Ariza bermasangiz, tizim sizni ko'rmaydi. 3-nuans, pullik xizmatni o'zingiz tanlasangiz, keyin bepul bo'lishi kerak edi deyish qiyin. Masalan, shifokor sizga davlat yo'llanmasi bilan bepul tekshiruvdan o'tish mumkinligini aytdi, lekin siz navbat kutmasdan xususiy klinikaga bordingiz. Bunday holatda qilgan xarajatingizni qaytarib olish qiyin bo'ladi. Yoki davlat xizmatlari markazida bepul elektron ma'lumotnoma olish mumkin edi, lekin siz vositachi orqali pullik xizmatdan foydalandingiz. Keyin men pensionerman deb pulni qaytarish deyarli imkonsiz. 4-nuans, firibgarlar aynan pensionerlar imtiyozdan foydalanadi. 2026 yilda elektron xizmatlar ko'paygani sari imtiyozingizni yo'qib beramiz. Bepul kommunal xizmatga ulab beramiz. Pensiyangizni oshirib beramiz. Transport kartangizni rasmiylashtiramiz deb telefon qiladigan yoki uymoy yuradigan shaxslar ko'payishi mumkin. Men sizlardan juda iltimos qilaman. Pasport ma'lumotlari, bank karta raqami, SMS kod, PIN kod, ilova parolni hech kimga bermang. Haqiqiy davlat idorasi sizdan telefon orqali bank kartangiz kodini so'ramaydi. Agar kimdir hozir aytmasangiz imtiyoz kuyadi desa, bu juda katta xavf belgisi. 5-nuans, hududiy farqlar bo'lishi mumkin. Respublika darajasidagi imtiyozlar bor, lekin ayrim xizmatlar mahalliy hokimlik, transport boshqarmasi, tibbiyot birlashmasi yoki ijtimoiy himoya bo'limi qarori bilan tartibga solinadi. Shu sababli bitta shaharda ishlagan tartib boshqa tumanda aynan shunday ishlamasligi mumkin. Eng to'g'ri yo'l. O'zingiz yashaydigan hududdagi mahalla, davlat xizmatlari markazi yoki tegishli tashkilotdan rasmiy javob olish. 6-nuans, qarzdorlik bo'lsa imtiyoz bilan adashtirmang. Masalan, pensioner kommunal subsidiya olish huquqiga ega bo'lishi mumkin, lekin oldingi qarzdorligi bor. Bunday holatda tashkilot qarzni alohida hisoblaydi, subsidiya esa alohida qo'llanadi. Menga imtiyoz bor ekan, eski qarzim o'chadi degan xulosa har doim ham to'g'ri emas. Har bir qarz bo'yicha dalolatnoma, hisob-kitob va yozma tushuntirish talab qilish kerak. Birinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Yon daftarchangizda yoki alohida papkada pasport yoki ID karta nusxasi, pensiyalik guvohnomasi yoki pensiya oluvchi ekaningizni tasdiqlovchi ma'lumot, yashash joyingiz bo'yicha ma'lumot. Agar bo'lsa, nogironlik hujjati, tibbiy xulosalar, kommunal to'lov kvitansiyalari, pensiya miqdori haqidagi ma'lumotnoma va bank rekvizitlarini saqlang. Hamma joyga asl hujjatni olib yurish shart emas, lekin nusxalar tayyor bo'lsa, ishingiz tezlashadi. Ikkinchi qadam, qaysi imtiyoz sizga tegishli ekanini aniqlang. Buning uchun eng avval mahallaga boring. Mahalla raisi, hokim yordamchisi yoki ijtimoiy xodimdan men pensionerman, qaysi bepul xizmatlar va kompensatsiyalarga ariza bera olaman deb aniq so'rang. Og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Qaysi xizmat, qaysi idora, qanday hujjat, qancha muddatda ko'rib chiqiladi, rad etilsa qanday shikoyat qilinadi, bularni yozib oling. 3-qadam. Davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling yoki elektron portal orqali tekshiring. Agar farzandlaringiz yoki nabiralaringiz yordam bera olsa, elektron xizmatlardan foydalaning. Lekin parol va kodlarni faqat ishonchli yaqinlaringizga bering. Davlat xizmatlari markazida xodimdan xizmat pullikmi yoki pensionerlar uchun ozod etish bor yo'qligini oldindan so'rang. Agar to'lov qiling deyishsa, pensionerlar uchun imtiyoz bormi? Tizimda tekshirib bering deb ayting. 4-qadam, tibbiyot bo'yicha oilaviy shifokoringizdan yo'llanma oling. Pullik tekshiruvga borishdan oldin. Ushbu tekshiruv davlat yo'llanmasi asosida bepul o'tkazilishi mumkinmi? Navbat bormi? Qaysi muassasada amalga oshiriladi? Qaysi toifadagi pensionerlarga bepul beriladi? Bularni aniqlang. Masalan, ko'z operatsiyasi, yurak tekshiruvi, diabet bo'yicha analizlar yoki reabilitatsiya xizmatlar ayrim dasturlar doirasida bepul yoki imtiyozli bo'lishi mumkin. Buni bilmasdan xususiy joyga pul to'lash oilaviy byudjetga og'ir tushadi. 5-qadam. Agar sizdan pul talab qilinsa, kvitansiya va asos so'rang. Hech qachon qo'lga berib qo'ya qoling. Kassasiz bo'ladi. Tezroq bitirib beraman degan taklifga rozi bo'lmang. Har qanday to'lov rasmiy bo'lishi kerak. Siz shunday deyishingiz mumkin. Men pensionerman. Ushbu xizmat bo'yicha to'lovdan ozod etish yoki chegirma bor yo'qligini tekshirib bering.
Agar to'lov majburiy bo'lsa, menga tarif va huquqiy asosini ko'rsating. Mana shu gapning o'zi ko'p joyda ortiqcha talablarning oldini oladi. 6-qadam. Rad javobini yozma oling. Agar siz uyda ijtimoiy xizmat, kommunal yordam, transport imtiyozi yoki bepul yuridik yordam so'rab murojaat qilsangiz va sizga bo'lmaydi deyishsa, og'zaki javob bilan qaytmang. Iltimos rad etish sababini yozma tarzda bering deng. Yozma javob bo'lsa yuqori tashkilotga, hokimlikka, ijtimoiy himoya bo'limiga yoki prokuratura va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish organlariga murojaat qilish osonlashadi. 7-qadam. Farzandlar va navralar pensioner yaqinlariga yordam bersin. Ko'p keksalar navbat kutishdan, internetdan foydalanishdan yoki idoraga borishdan qiynaladi. Agar sizning ota-onangiz pensioner bo'lsa, haftada bir marta ularning hujjatlarini, to'lovlarini, qarzdorliklarini, imtiyozlarini tekshirib turing. Ba'zan bitta ariza bilan oyga 20,000, hatto undan ko'proq mablag' tejab qolish mumkin. Eng muhimi, keksalarimiz o'z huquqini bilsa, hech kim ularni aldolmaydi. Birinchi vaziyat. 6-7 yoshli erkak pensioner davlat xizmatlari markaziga borib, pensiya olishi haqida ma'lumotnoma olmoqchi. Xodim to'lov qilishni aytdi. U esa pensionerlar uchun imtiyoz bor yo'qligini tekshirishni so'radi. Tizimda xizmat ijtimoiy maqsadda so'ralgani ko'rildi va to'lov undirilmasligi ma'lum bo'ldi. Natijada u kichik bo'lsa ham mablag'ini saqlab qoldi. Bu yerda asosiy savol berishdan uyalmang. Ikkinchi vaziyat. 75 yoshli onaxon har oy dori uchun ko'p pul sarflaydi. U poliklinikaga borib surunkali kasalligi bo'yicha imtiyozli dori ro'yxatiga kirmasligini so'radi. Shifokor uni tegishli ro'yxatga kiritdi. Ayrim dorilar bepul yoki imtiyozli tartibda berila boshlandi. Agar u so'ramaganda har oy ortiqcha xarajat qilishda davom etardi. 3-vaziyat. Yolg'iz yashaydigan tekin yoshli otaxon kommunal to'lovlarni vaqtida qila olmay qarzdor bo'lib qolgan. Mahalla orqali uning holati o'rganildi. Ijtimoiy yordamga muhtojligi tasdiqlandi. Unga bir martalik moddiy yordam va uyda ijtimoiy xizmat ko'rsatish masalasi ko'rib chiqildi. Bu holatda imtiyoz avtomatik kelmadi. Lekin to'g'ri murojaat qilingani uchun muammo hal bo'la boshladi. Hurmatli tomoshabinlar, 2026 yilda pensionerlar uchun to'lovdan ozod etiladigan va imtiyozli ko'rsatiladigan xizmatlar bor. Lekin ularni to'g'ri tushunish kerak. Davlat xizmatlari, ayrim tibbiy ijtimoiy yordamlar, yolg'iz keksalarga uyda xizmat, transportdagi imtiyozlar, bepul yuridik maslahat va kommunal xarajatlar bo'yicha kompensatsiyalar eng ko'p uchraydigan yo'nalishlardir. Ammo har bir xizmatning o'z sharti, hujjati va tartibi bor. Mening sizga asosiy maslahatim, hujjatlaringizni tayyorlang. Mahalla va davlat xizmatlari markazidan aniq ma'lumot oling. Pullik xizmatga rozi bo'lishdan oldin imtiyozni tekshirtiring. Rad javobini yozma oling va firibgarlarga hech qachon karta kodi yoki shaxsiy ma'lumot bermang. Agar siz yoki yaqinlaringiz pensioner bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi xizmat uchun sizdan to'lov talab qilishgan? Qaysi imtiyozdan foydalangansiz yoki qaysi masala sizga tushunarsiz? Men keyingi videolarda eng ko'p berilgan savollarga alohida javob beraman. Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Chunki huquqini bilgan pensioner ortiqcha pul to'lamaydi va o'ziga tegishli yordamni vaqtida oladi.